Obyektning ikkinchi etajiga chiqyapmiz. Mana shunaqa zinalar, svetli kraska, podsvetkachalar bilan ikkinchi etajga shunday chiqasiz. Mana shunaqa hol, svechlarni yoqamiz. Bu yerda spalni joylashgan. Bitta, ikkita, uchta, bitta zal. Zaldan boshlaymiz. Mana bu yer hol. Bu yerda shkaf qilgan, stroyni. Bu yer katta zal. Lustra qo'ygan, Titanicning lustrasi. Katta. Rangi boshqacha chiqqan, saltiyoni bergan zal uchun. Laminatlarni ham qalin yaxshisini qilgan. Mana bu plyuslar MDF, tiyagalar gach. Xo'p, bu yerdan chiqamiz, hol. Holdan spalnilarga kirib ketamiz. Bu yerda bitta sanuzel bor. Mana bu детский spalni. Rangi ham детский bo'lgan. Такой светлый, необычный. На фиолетовый, на розовый, shunaqa rang. Потолок oppoq. Одна spalni bu yer. Xo'p. Yana bitta spalni bor bu yerda. Endi hamma mablalarni qo'ymagan. Xullas bu spalnichi ham boshqacha chiqqan. Svetli. Svetli qilsa, odamni bo'lmaydi-da. Bemalol chizib yotadi. Bundan chiqamiz. Mana bitta spalni. Spalni ham ko'p ekan, ha. Mana bu spalni karot tepaga chiqadigan, tagiga dollarni terib tashlasa bo'ladi, bemalol ustiga yotadi. Bu взрослый spalni, bunga ham ranglarni boshqacha qilgan, karotning orqalarini boshqa, mana bu korishniy qilgan. Bu yerda nima bor? Garderobni ham sanuzel bor. Sizga yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya esdan chiqmasin, bizlar qo'yib ketaveramiz.